Aka, hozir ko'ryapman, televideniya, ommaviy axborot vositalari hamma yig'ilganda, o'zi nima bo'ladi yo'lda? Shuhrat aka, 2026 yil 1-yanvardan boshlab yurtimizda ekologik transport tizimi joriy etilyapti. Mana shu tizimni joriy etish nuqtai nazaridan hozir jurnalist va blogerlar yig'ilgan holda press tur tashkil etilgan. Bu tizim qanday ishlaydi, qay tartibda stikerlar transport vositalariga beriladi, barcha to'g'risidagi ma'lumotlar ayni paytda ochiqlanmoqda. Yashil, qizil, sariq deganlar endi o'sha 1-yanvarda kuchga kiradi. Xuddi shunday. Birinchi bosqichda Toshkent shahrida amaliyotga joriy etilishi nazarda tutilgan. Buni almashtirish uchun deylik, yo shunaqa narsani olish uchun o'zini hududlariga borsa ham bo'ladimi yo faqat bir joyga kelish kerakmi? Fuqarolarimiz bevosita hududiy 60 ta ro'yxatdan o'tkazish bo'limlarida ayni paytda joriy etilgan. Barcha viloyatlarimizda bor. Xuddi shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahrida ham ro'yxatdan o'tkazish bo'limlariga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Va eng asosiysi, ushbu stikerlar birinchi marta va yiliga bir marotaba haydovchilarimizga tekinga beriladi. Tushunarli. Bu qanchalik majburiy, qanchalik xohish. Albatta, buni ko'zlangan maqsad havoimizni ifloslanishdan saqlash, transport vositalaridan chiqadigan zararli gazlarni miqdorini kamaytirish. Ya'ni bevosita fuqarolarimiz, bola farzandlarimiz, biz hammamiz nafas oladigan havoni toza saqlashdan ko'zlangan maqsad bor. Katta rahmat sizga. Rahmat. Salomat bo'ling. 2026 yil 1-yanvaridan boshlab ekostiker haqidagi barcha ma'lumotlarni fuqarolarimiz MyGo sayti va Sefrut programmasi orqali bilib olishlari mumkin.